Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Amerika YouTube. Bugun yangi darsligimizda qanday qilib 0 dan YouTube kanalda ko'tarilishni o'rganamiz do'stlar. Qani ketdik. Qani boshladik. Birinchi o'rinda oldin YouTube kanal ochib olishimiz kerak do'stlar va o'sha YouTube kanalda haftalab video ko'rishimiz kerak do'stlar. Bu nima demoqchiman hozir? YouTube bizni o'sha ko'proq YouTube'da video ko'rsa, YouTube bizni qo'llab-quvvatladi. Shundan degan narsa bor do'stlar. Bu albatta shunaqa qilishingiz kerak. Bo'lmasa YouTube kanal 100% ko'tarilmaydi. Men o'zimni naqalarim sizlarga maslahatlarim, oilalaringda YouTube ko'radiganlar bo'lsa, o'sha telefonga ulab qo'yinglar. Ulab qo'ysalaring, ular video ko'radi. 3-4 telefonlarga ulab qo'yinglar. Masalan, men apamlarga, akamlarga, ayamga o'sha YouTube kanallarni ulab qo'yaman. Bir hafta, 2 hafta ichida mobaynida YouTube kanal tayyor bo'lib qoladi. Shay bo'lib turadi. Video qo'ysalaring bo'ldi, prosmotr oladi. 100%. Agar siz YouTube kanalni ochib, siz videoni qo'yib yuborsangiz, u вообще prosmotr olmaydi. Shuni bilib oling, prosmotr olmaydi. Hech qachon. Bilsalaring do'stlaring bitta video qo'ysa portlaydi, YouTube'da portlatib tashlaydi do'stlar. Buni siri u do'stingiz ko'p kunlar mobaynida YouTube ko'rib kelgan u do'stingiz, ko'rib u xuddi hali mashinani qishda qizitib olasizlar, xuddi o'sha narsada gap bu ham. YouTube kanalni ham qizdirib olishimiz kerak, boshqa narsa qilishimiz kerak. Oldin sizlarga maslahatim 2-3 video qo'yib qo'yinglar do'stlar. Tayyorlab qo'yinglar. Sirasi ochasizlar, sirasi qo'yasizlar birinchi videoyingizni. Agar uzun video qo'ymoqchi bo'lsalaring, o'sha hafta mobaynida kunlikka bitta kunda qo'yinglar. Kalendarga o'xshab o'sha qo'yinglar. Mana shu kunda videolarim chiqadi, mana shu soatda chiqadi do'stlar. Alda o'sha tomoshabinlarga shuni aytsangiz, u har doim video tomoshabin qoladi do'stlar. Buni albatta qo'llab ko'rishingiz kerak do'stlar. O'xshaydi, 100 ga 100 o'xshaydi do'stlar. Agar mana shunda qizitib olmasalar, mashinada ham xuddi shunaqa-ku, motor buzilib qoladi do'stlar. Bu yerda ham xuddi shunaqa narsa. Umuman prosmotr olmaydi agar qizdirib olmasalaring. U oddiygina 1 hafta, 2 hafta video ko'rsalaring, like bosasizlar, kommentariy yozasizlar deganim. Obuna bosasizlar. 1 hafta, 2 hafta mobaynida xolos, 1 yil, 2 yil shart emas do'stlar. Albatta qo'llab ko'ring. Darsligimiz yoqqan bo'lsa kommentariyalarga yozib qoldiring do'stlar. Xayr, sog' salomat bo'ling.